Assalomu alaykum, tabobat muxlislari. Bugun 26 sud to'g'ri ovqatlanish, salomatlikni saqlash to'g'risidagi ko'rsatuvni boshlaymiz. Bugun sezgi organlari to'g'risida gaplashamiz. Sezgi organlari 6ta, insonda 6ta bo'ladi. Bular birinchisi ko'rish, ko'z orqali, ikkinchisi ta'm bilish, og'iz orqali, eshitish, quloq orqali, hid bilish, burun orqali, sezish, ya'ni teri orqali, butun vujudimizdagi teri orqali sezgini sezamiz. Issiqni, sovuqni, ho'lni, quruqni, og'riqni. Sezamiz. Oltinchisi, ya'ni oldindan bilish. Oltinchi tuyg'u insonda oldindan bilish deyiladi. Bir voqeani, hodisani, yo bir xavfni, yo bir yaxshilikni ba'zi insonlarni oldindan bilish sezgisi kuchli bo'ladi. Shular oldindan biladi. Hali voqea, hodisa kelmasdan turib sezadi. Endi sezgi organlardan bilish orqali ko'p narsalarni bilamiz. Masalan, ranglarni oldin ham aytganman. Ranglar. Yashil ranglar shamol mijoz bo'ladi. Iliq ranglar pushti rang bo'ladi. Olov ranglar, issiq ranglar, qaynoq ranglar, to'q jigar rang bo'ladi. Nam mijoz ranglar sariq bo'ladi. Sariq ranglar. Oq mijoz ranglar, oq ranglar quruq mijoz bo'ladi. Qora ranglar sovuq mijoz bo'ladi. Insonni terisi ham, terini rangi ham insonni mijoziga bog'liq bo'ladi. Terimizni rangini asosan jigardan bo'ladi. Jamiki terimizga o'zi asli o'pka bilan yog'ochar javobgar. Lekin buni rangiga jigar javobgar bo'ladi. Rangini qanaqaligi. Har kimning rangi har xil bo'ladi. Ko'kimtirsimon rang bo'lsa, bu jigarda shamoli kuchayib ketgan bo'ladi. Terimiz rangi. Qizil rang bo'lsa, jigarda issig'i ochgan bo'ladi. Haligi xurmo bo'ladi-ku, xurmoni rangidagi. Shunaqa rangdagilarniki jigarda olov rang, qaynoq rang bo'ladi. Jigarning rangi o'chib ketgan bo'ladi.
sariq rang bo'lsa, bu jigari nomiga oshgan bo'ladi. Rangi oqib tur odamlarniki jigari quruq mijoz bo'ladi. Qorong tur odamlarniki jigari sovuq oshgan bo'ladi. Shundan ham bilinadi. Jigarni ahvoli qanaqaligi, holati qanaqaligi. Shundan ham rangidan ham insonni bilinadi. Endi rang hidni bizni birimizni hid sezuvchanligi bu yurak javobgar bo'ladi. Yurakni holatidan bilinadi. Yurakni holati. Xuddi hayvondagi hidlar bo'ladi-ku, hayvondan keladigan hidlar. Bular yurakni shamoli kuchaygandan bo'ladi. O'lchasiga izbitga ветер deydi. Ana shunda inson juda hidga sezuvchan bo'ladi. Kuchli bo'ladi hidga sezuvchanligi. Agar hidni shuni bilmasa, demak yurakni shamol yetishmayotganligidan, ya'ni yurakni quvvati kamligidan bo'ladi. Agar hid bilish, sezish kam bo'lsa, xuddi qovurganda qo'ygan hidi bo'ladi, ba'zan non yopganda qo'yinni hidi keladi, duxovkada, tandirlarda ovqat qaralmasa, qo'ygani xuddi hidi kelganda shashliyniki. Shu qo'yinni hidi bu xuddi issiq, iliq, yurakni ilig'i oshgan bo'ladi. Bu agar ba'zi issig'i, ilig'i yetishmasa yurakda, ba'zi odamlarda shu narsa yoqimli tuyuladi. Hidlagisi keladi. Bu yoqmaydigan bo'lsa, issig'i oshgan bo'ladi yurakni. Shundan ham bilsa bo'ladi. Ya'ni xuddi gulli hidi borku, yoqimli hid, xushbo'y hid. Mana shular bu olov mijozda bo'ladi. Olov mijoz bo'ladi buni mijozi. Kimda shu olov yetishmasa, xushbo'y hidlashni yaxshi ko'radi. Xushbo'y hidlarni yaxshi ko'rib yurgan odamni issig'i oshib, olov bo'lib, kuchayib, badanni foyda qiladi. Kimiki kuchli bo'lsa, olovi o'sha hidlarni hidlamaydi, yoqtirmaydi. Ana shirin turish hid bo'ladi. To'g'ri asalli hidlari, ba'zi qiyom hidi bo'ladi. Bular nom mijoz bo'ladi. Shirin turish hid, yani xuddi xushbo'yga o'xshaydi, lekin shirin turish bo'ladi. Ba'zi bir insonlar bir narsa yemoqchi bo'lsa, oldin burniga olib kelib hidlab, keyin yeydi. O'sha nom mijoz bo'ladi. Jamiki shirin narsalar hammasi nom mijoz bo'ladi. Shakar deysizmi, oqqand deysizmi, novvot deysizmi, asal deysizmi, shakar qo'shib, saxalin qo'shib pishirilgan pishiriqlar,
tortlar hammasi nomijod bo'ladi. Non, buğday ham nomijod, shuning uchun non ham nomijod. Yog', hammasi nomijod shular. Kim shularni ko'p yeyversa, to'lishadi, semiradi. Semirish asosan to'lishish, semirish hammasi shirinlikni ko'p yeyishlikdan bo'ladi. Qanaqa shirinlik bo'lsa ham nomijod deyiladi. Bu hidi ham nomijod bo'ladi. Kimda agar shu nomni yetishmasa, shirinlikni yeydi, yaxshi ko'radi, shirinlik turolmaydi. Kimda ortiqcha bo'lsa, mijozda shirinlik yemaydi. Umuman shirinlik yemaydigan insonlar ham juda ko'p. Men o'zim ham shirinlikni yoqtirmayman. Ana yaqin 55 yildan beri, 60 yilga yaqindan beri shirinlik umuman yemayman, yoqtirmayman. Shirinlik oq tuz bu dunyo bo'yicha oq zahar deb nom olgan. Beli yad deyiladi. Birinchi yosh bolalar bilasizlarmi? Shamol mijoz bo'ladi. 12 yoshgacha shamol mijoz bo'ladi bular. Shirinlikni yaxshi ko'radi. Shamolga mana shamol, sovuq, iliq, namli, quruq. Shamolni ro'parasida mana namli turibdi. Sovuqni tepasida ham namli, mana uchtasi. Bir-birisiga ziddi. Yosh bolada shamol mijoz bo'ladi 12 yoshgacha. O'shaning uchun shirinlikni yaxshi ko'radi. Ular yugur-yugur, baqir-chaqir, to'palan bo'lgani uchun shirinlikni xohlaydi mijozi. Shamolga shirinlik kerak. Shamol kuchli odamda, namli kuchli odamga nordon narsaga ko'p yeyish kerak. Sho'tta narsani, sovuqlik ko'p yeyish kerak. O'shanda nam mijozida ham normalniy bo'lib yuradi. Shirinlik birinchi tishi yemirishni boshlaydi. Tishi emal qatlamini yemirib, keyin karies bo'ladi, keyin qimillab qoladi, tushib ketadi. Butun tishlarni ishdan chiqaradi. Boshlanish. Shuning uchun mana shirinlikni yoqtirmayman. Menga yoqmaydi. Mijozimga to'g'ri kelmaydi. Xo'p. Baliqni hidi, xuddi po'kina bosganni hididagi hidilar quruq mijoz bo'ladi. Quruq mijoz deganda oq rangni tushuniladi. Oq narsalarni mijozi quruq bo'ladi. Mana sut mahsulotlari, sut mahsulotlari, mana suzma, qatiq, qaymoq, pishloq, tvorog, shular hammasi sut mahsulotlari rangi oq, mana guruch, oq rangdagi guruch ham quruq mijozga kiradi. Rangi oqligi uchun hidi ham shunaqa bo'ladi. Xo'p, ichigan hidlar borku, bir narsa ichib qolsa hidi keladi. Sassiq hid ham deyiladi. O'sha hidlar sovuq mijoz hisoblanadi. Qora rangda qora hisoblanadi. Mazada hidida sovuq. Sassiq joylarda ishlaydigan, sassiq joylarda yotadigan,
Saçsa joyda ko'p biladigan odamlarni sovuq oshib ketadi. Kasallik ko'p bo'ladi sassiq joyda ishlaydigan, yuradigan insonlarda juda kasallik ko'p bo'ladi. Hidi ham yomon bo'ladi. Bosh miyani sovug'ini oshirib yuboradi. Yurakni kuchaytirib yuboradi, yurakni pasaytirib yuboradi. Bosh miyani faoliyatini pasaytiradi. Shuning sababi inson juda ko'p kasal bo'ladi. Og'ir kasalliklar ayniqsa, tuzalmaydigan kasalliklar, surunkali kasalliklar, rak kasalliklari mana shu sassiq joylarda ishlaydigan, yuradigan, yotadigan kishilarda bo'ladi. Endi maza to'g'risida ta'm, ya'ni ta'm. Ta'mni bizni og'zimizni ta'mimizni sezuvchanligini taloq boshqaradi. Taloqni o'zi asli mijozi namlik. Ana shu ta'mni boshqaradigan taloq hisoblanadi. Og'zimiz orqali sezamizku. Sezuvchanligi shu taloqni sog'lomligiga, qanaqa mijozi qanaqaligiga qarab bilinadi. Ba'zida og'iz sezmay qoladi. Qanaqa mazali bo'lsa ham, shirin bo'lsa ham, ba'zida og'iz sezmay qoladi. Shunda taloqni faoliyati pasayganini bildiradi. Agar og'izda nodon ta'm, ba'zilar aytadi og'zim nodonga o'xshab sezaveraman deb o'ylaydi. Nodon ta'm shamol mijozga. Mijoz shamol bo'ladi. Aytganman, jigar bilan o'tfani vazifasi shamol, nodon ta'm shamol mijozga kiradi. Og'izda agar nodon ta'm sezsangiz, demak talog'ingizda shamoli kuchayib ketgan bo'ladi. Jigar ya'ni kuchayib taloqqa berib yuborgan bo'ladi. Ko'p bergan miqdorda. Shuning sababi og'izda nodon ta'm his qilasiz. Agar og'izda achchiq ta'm sezilgan bo'lsa, taloqni issig'i oshgan bo'ladi. Agar nodon ta'mni yaxshi ko'rsa inson, nodon narsani yegisi kelsa, o'sha taloqda shamol yetishmaganligidan o'sha nodon ta'mni yegisi keladi. Agar yoqtirmasa nodonni, demak veter taloqda shamol yetarligi uchun nodonni yoqtirmaydi. Agar shu shamol yetishmasa, nodonni yaxshi ko'radi, nodon yegisi keladi. Agar og'izda achchiq ta'm paydo bo'lsa, taloqni issig'i oshgan bo'ladi. Ya'ni yurak kuchayib ketib, bu taloqqa issig'ini juda ko'p beritgan bo'ladi. Shuning sababi og'izda achchiq ta'm paydo bo'ladi. Achchiq ta'm o'zi issiq mijoz, mijozi issiq bo'ladi. Qalampirlar borku, muz, qalampir, shularning mijozi issiq. Agar taloqda issig'i yetishmayotgan bo'lsa, achchig'ini yaxshi ko'radi. Ba'zilar atomni ham shat og'ziga solib, chaynab yeyveradi. O'sha taloqni issig'i yetishmagandan, yurakni issig'i pasayib ketgandan, yurak o'zi asli il issig'ini markazi, lekin issig'i yetishmasa, shu atomni ham og'ziga solib, eng achchig'i atom bo'ladi, qalampir. Shuni ham chaynab yeydigan odamlar bor.
Ba'zilar ko'rib hayron qoladi. Qanaqa yeysan? Achchig'massan deydi. Lekin o'shani mijozi talab qiladi. Nimaga? Talovni issig'i yetishmayapti. Yurak yetarli issiqqa ega emas. Shuning hisobiga taloqqa o'zida ham kam issig'i, taloqqa ham oz beradigan. Shuning hisobiga achchig'ini ko'p yeydi. Issig'i oshgan odam achchig'i yoqmaydi. Shirin ham nom mijoz hisoblanadi. Aytdim bu taloq o'zi nom mijoz. Taloqning mijozi o'zi namli hisoblanadi. Shirinni o'zi ba'zida og'zingizda agar shirin tam paydo bo'lsa, bilingki talog'ingizni namliga o'chib ketgan bo'ladi. Talog'ni namliga ochganda ba'zida og'izdan suv ham oqadi. Og'izdan, edveydan suv, og'zimdan suv oqib ketyapti, sovug'im o'chib ketibdi deydi. Aslida sovuq ochmagan, namliga ochgan bo'ladi. Falon narsa yesam og'zimdan suv oqadi deydi-ku, sovug'im o'chib ketadi deydi. Aslida sovuq ochmaydi, namliga o'chib ketadi. Shirinlikni ko'p yegan odam, to'la odamlarda shunaqa og'izdan suv oqib belgisini bildiradi. Agar namlik o'zi yetishmasa, mijozda taloqda shirinlik yegisi keladi. Kuchayib ketgan bo'lsa, shirinlik yoqtirmaydi. Agar taloqni qurug'i o'chib ketgan bo'lsa, bu oq narsalarni, sutli, qatiq, qaymoq, suzmat, sir, shunaqa narsalarni yegisi kelmaydi. Tuxum, guruchli narsa, oq narsa borki, ridiska ham oq. Shularni mijozi oq, shularni yegisi kelmaydi. Agar talog'ini qurug'i o'chib ketsa, yetishmasa shu narsalarni yeydi. Yaxshi ko'rib, ko'p yeydi. Taloqda agar so'qsa, taloqqa o'pka beradi. O'pka mijozi quruq bo'ladi. Kuchayib ketsa, taloqqa ham berishi mumkin. Agar pasayib ketgan bo'lsa, quruq oz berishi mumkin taloqqa. Shuning hisobiga yo yaxshi ko'radi, yo yoqtirmaydi. Sho'r narsa sovuqlik hisoblanadi. Iltimos, 1 minutga bo'laman.
Özür. Şu tamlı soğuk mijoz hisoblanadi. Agar talog'ni sovuq oshib ketgan bo'lsa, ya'ni buyrak sovuqni markazi hisoblanadi. Buyrak sovuq mijoz bo'ladi. Sovug'i kuchayib ketsa, taloqqa ham beraveradi sovug'ini. Shuning sababiga talog'ni sovuq oshib ketsa, og'izda sho'rtam paydo bo'laveradi. Ba'zilar og'zim cho'chtakka o'xshaydi, nimadan deb so'rashadi. Shu bilanki, demak, buyragingiz kuchayib ketgan, shuning sababiga buyrakka sovuqni beraverayotgan talog'ni sovug'i oshgan bo'ladi. Talog'ni sovug'i, qurug'i oshsa, demak, bilingki, talog'ingizda qanaqadir bir kasallik boshlanishi belgisi bu. Og'izdagi ta'mdan ham bilish mumkinki, talog'ni holatini. Talog'ni qanaqa holatdaligini og'izdagi ta'mdan, ya'ni o'zingiz bilsangiz bo'laveradi. Demak, birinchi nordon ta'm bo'lsa, talog'ni shamol oshib ketgan, achchiq ta'm bo'lsa, og'izda issiq oshib ketgan. Agar shirin ta'm sezaversangiz, namlik oshib ketgan bo'ladi. Agar taxir ta'm, ya'ni haligi nima deydi, maza hech qanaqa haligi bemazaga o'xshagan taxir ta'm bo'lsa, demak, quruq oshgan bo'ladi. Agar og'izda sho'r ta'm sezayotgan bo'lsangiz, talog'ni sovuq oshgan hisoblanadi. Shundan bilsa bo'laveradi. Endi ovoz bo'yicha gapiraman. Bugungi endi so'zjog bo'yicha shuni gapiramiz. Endi qolganda to'g'ri ovqatlanish to'g'risida yarmini ko'rsatuvni. Keyin ko'rsatuvimizda ovoz bilan ajratma to'g'risida gapiraman. Ovqatlanish to'g'risida mana aytyapman. Demak, og'zingizda nordon ta'm paydo bo'ldimi? Demak, bilingki, jigaringizni faoliyati kuchayib ketgan. Jigar nordon shamol markazi hisoblanadi, shamol mijoz. Shuning sababiga jigar o'zi kuchayib ketib, shamol kuchayib ketgan. Yurakka berishi mumkin shamoli ortiqchasini. O'zi normada beradi 5 ta organga. Normadan ko'p beraverishi mumkin. Yo yurakka, yo taloqqa, yo bo'lmasa o'pkaga, yo bo'lmasa buyrakka. Demak, bilingki, og'zingizda demak nordon ta'm bo'lsa, jigaringiz kuchayib ketgan faoliyat. Nordon masaladan parhez qilishingiz kerak. Ba'zi insonlar shamol mijoz bo'ladi o'zi. Mijozi shamol bo'ladi, tug'ma mijoz bo'ladi. Mana yoshlar shamol mijoz bo'ladi. 12 yoshgacha yosh bolalarga nordon narsa bersangiz yemaydi hech qachon. Qilib ichirib tashlaydi. Zo'rlab ye desangiz ham yemayman deydi. G'ashlik qiladi. Demakki, o'zi shamol mijoz. Shuning uchun nordon narsani yaxshi ko'rmaydi. Uni ziddi, nordonni ziddi namlik hisoblanadi, sho'r hisoblanadi. Shu shirinlikni yaxshi ko'radi, sho'r narsani yaxshi ko'radi. O'shanda mijozi normaga kelib, sog'lom yuradi. Shuning uchun og'zimizda demak, ba'zi inson shamol mijoz bo'ladi o'zi, lekin nordonni yeyaveradi. Kasallikka olib keladi bu. Shuning uchun og'izda nordon ta'm bor insonlar nordondan parhez qilish kerak. Ozgina shirinlikdan yeb turish kerak. Keyin sho'rtta ozgina sho'rtta sho'rq quruch bor, tuzlangan bodrom bor, tuzlangan karam bor.
pomidor bor, patlıcan. Ovqatiga bir agar tuzi oz bo'lsa, tuz qo'shib turib yeb tursa normaga keladi. Mijozi o'rtacha bo'ladi. O'zini yaxshi his qilaveradi. Agar og'izda achchiq ta'm paydo bo'layotgan bo'lsa, demak, birinchi achchiq yemaslik kerak. Achchiqdan parhez qilish kerak. Murchmi, qalampirmi, boshqa narsalarni parhez qilib turish kerak. Keyin qizil rangdagi narsalar, pushti qizil narsalar achchiq hisoblanadi. O'zi achchiq issiq mijoz bo'ladi odam. Ya'ni yurak kuchayib ketgan bo'ladi. Issig'ini beraverayotgan taloqqa. Shuni hisobiga og'izda achchiq ta'm paydo bo'ladi. Yuragi kuchayib ketgan, mijozi issig'i o'sib ketgan, issig'i o'sib. Shuni hisobiga og'izda achchiq ta'm paydo bo'lgandan keyin taomlardan achchiq rangdagi butun taomlar bular issiqlik hisoblanadi. Mana bolgarskiy deylik. Bolgarskiyning yashil rangdagilar shamol mijoz bo'ladi. Sariq rangdagilar nam mijoz bo'ladi. Qizil rangdagilar, jigarrang rangdagilar bular issiq mijoz bo'ladi. O'sha jigarrangdagi, to'q jigarrang, keyin qizil rangdagilarni og'izda achchiq ta'm borlar yemaslik kerak. Davleniyasi bor odamlar, issiq mijoz odamlar bulardan parhez qilish kerak. Haligi sariq rangdagini yesa bo'ladi bolgarskiy. Lekin haligi yashil rangdagisini ham yeb bo'lmaydi. Jigarni kuchaytirib olsa, yurak ham kuchayib ketadi. Mana patlıcan deymiz, pomidor ham deyishadi. Bu ham mijozi issiq hisoblanadi. Buni yemaslik kerak. Mana qizil piyoz bor. Pushtiga o'xshagan piyoz bor. Uni yemaslik kerak. Keyin gilos bor. Qizil ranglardan. Qulupnay bor. Issiq mijozdan. Olivali bor. Qizil. Olxo'rani to'q, pushtiga o'xshagani bor. Sliva deydi. Shu ham issiq mijoz. Anjirni qizili bor. Pushti rangisi. U ham issiq mijoz. Mana shu narsalarni og'izda achchiq ta'm bo'lgan insonlar parhez qilish kerak, yemaslik kerak. Kuchayib ketadi. Yuragini kuchaytirib oladi, taloqni kuchaytirib oladi, davleniyasini oshirib oladi. Shuni bilmasdan ko'pchilik yeyveradi, natijada kasal bo'ladi. Kasallik ko'p keladi. Shuni bilish kerak. Agar og'izda haligi taxir ta'm bo'lsa, xuddi bemizdek ta'm bilmaydi, qanaqa ta'mligini bilmaydi. Mazalimi, shirinmi, achchiqmi, shuni bilmaydi. Ya'ni sezgisi kamayib ketsa, demak, qurug'i o'sib ketgan bo'ladi. Bular ko'proq issiqlik, hozirgi aytganlarimni ozgina ular yeb turish kerak. Bular sut mahsulotlaridan, quruq narsalardan parhez qilish kerak. Guruchli taomlardan parhez qilish kerak. Og'izda sho'r ta'm bo'layotgan bo'lsa, demak, bular mijozi sovuqqa kuchayib ketgan, buyrakni faoliyati kuchayib, yurakniki pasayib, sovuqni taloqqa ko'p beraverayotgan. Shuning uchun og'izda sho'r ta'm. Shuni hisobiga og'izda sho'r ta'm his qiladi. Taloqni sovuq oshgan bo'ladi. Bular endi ozgina achchiq yeyish kerak. Qizil rangdagi, jigar rangdagi mevalarni, taomlarni, oshqovoq bor, mana shalg'am bor, issiq mijoz. Xurmo bor, o'zimizni xurmo, u ham issiq mijozi. Shulardan, keyin mevalardan mana
gilos bor, olvali bor, qulupnay bor, qizil rangdagi, patlıcan, pomidor. Shulardan yeb tursa, o'sha og'izdagi sho'rtam yo'qoladi, mijozi normaga keladi, o'zini yaxshi his qiladi. Aslida sog'lom odamni og'zida hech qanaqa ta'm sezgisi bo'lmasi kerak. Hech qanaqa ta'm bo'lmasi kerak sog'lom odamda. Nima yesa o'shani darrov sezish kerak. Nordon yesa darrov bilish kerak. Achchiq yesa ham, shirin yesa ham, quruq ta'm yesa ham, sho'r yesa ham darrov sezish kerak. Og'izda hech qanaqa ta'mni sezmas kerak. Boshqa ta'm bo'lmasi kerak sog'lom odam. Mijozda o'zgarish bo'lsa, shunaqa sezgisi orqali bilintiradi. Shuni bilmasdan yeyversa har xil kasallikka olib keladi. Bitta qadrdon birodarimiz borlar. 2 yil oldin shu kishi qo'llariga psoriaz degan kasallik bor, teri kasali. Bu davosi yo'q kasal, surunkali kasal hisoblanadi. Shu to'shib ketgan. Men o'z tajribadan o'tganini aytib beraman. Bilmaganlar bilib olsin, amal qilsin deb aytib beraman. Shu kishi oldin ham bo'lgan ekan ozgina, lekin qaytib yo'qolib ketgan ekan. Shu kishini qo'liga shot shiltirab suvliq ish qilib bo'lmaydigan darajasiga kelib qolgan. Keyin har xil dorilarni qildilar, doktorlarni 4 xil, 5 xilliga bordilar, tabiblarga bordilar. Qilmagan dori ukollari qolmadi. Hatto professor ko'rsatib, yaponskiy 1,800,000 so'mdan ukoli bor ekan, shuni ham oldilar. Lekin foyda qilmadi. Hech qaysi. Oz-moz ta'sir qildi, lekin tuzalmadi. Shuni orqasidan o'zi mijozlari issiq. Shu bilmasdan yeb qo'yib keyin maslahat berdim. Shu yog'onchangizni tozalang, klizma qiling. Keyin qizil mijoz, issiq mijoz, qizil rangli narsalardan parhez qiling. Qizil tut bor, shoh tut deyiladi. Uni ham mijozi issiq. Mana qo'y go'shti bor, issiqlik u ham. Echki go'shti shamol mijoz, qo'y go'shti issiq mijoz, mol go'shti nam mijoz, ot go'shti quruq mijoz, cho'chqa go'shti sovuq mijozi. Qo'y go'shti yema, issiq narsalar qizil rangli yema deb mana o'zi 1 yildan beri parhez qilib, qo'llari yaxshi tuzalib yuribdilar. Oldin bilmaganlar shuni yeyverganlar. Bilmaganlikning orqasidan shu kasallik kelib chiqqan. Hozir mana qo'llari ham yaxshi parhez qilib yuribdilar. Ko'pchilik bilsin, shuni amal qilsin deb men sizlarga aytib beryapman. Mijozni bilmasdan yeyversangiz, dori ham foyda qilmaydi, ukol ham foyda qilmaydi, giyoh ham foyda qilmaydi, igna ham foyda qilmaydi, hech nima foyda qilmaydi. Surunkali bo'lib, yillar davomida qiynalib, azob chekib yuraverasiz. Shuning uchun aytyapman. Bugungi shu ko'rsatuvimiz yana ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'linglar.